Buni anginasini ham qisqartirish kerak edi, bunisi rezultat bo'lmaydi. Ko'pchilik so'rashadi, adenoidni olgan vaqtda anginani ham qisqartirib qo'yishamiz deyishdi. Siz nima deysiz? O'zi shartni tegishimiz, yosh bola-ku deydi-da. Buni sizlarga hozir to'liq tushuntirib beraman. Faqat ko'pchilik ko'rish uchun bitta like bosib qo'yinglar. Tushunishinglar uchun bu yon tomondan proyeksiya, mana bu yumshoq tanglay, sababi men to'g'ridan kirib kelgan bu yerda tilcha. Agar o'shani qiziqib qo'linglar bilan bosib ko'rsanglar, bu tepaga yumshoqqina bosiladi. Mana bu narsa esa adenoid. Bu yo'q hozir. Agar adenoid kattalashsa, mana bunaqa bo'lib katta bo'lib, nafas yo'lini to'liq yopib qo'yadi. Bu yerdan havo o'ta olmay qoladi. Mana bu esa eshituv kanali. Eng muhimi esa mana bu angina. Agar tasavvur qiling, anginaning razmeri katta bo'lsa, mana bu yumshoq tanglayni bu angina mana bunaqasi tepaga itarib qo'yadi. Tepadan adenoid xalaqit beradi, pastdan angina xalaqit berganligi uchun ikki tomonlama bola qiynaladi. Shuning uchun adenoid mana bunaqa katta bo'lgan paytda adenoid olib tashlab nafas yo'li kengaytiriladi. Agar angina ham katta bo'lsa, mana bunaqasiga nafas yo'lini siqib turgan bo'ladi. Anginani ham razmeri kichraytirib qo'ysa, to'liq nafas yo'li ochiladi. Shu bilan bola mazza qilib nafas oladi. Mana hozir rasmda ko'rsatganim sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agarda farzandinglarni adenoididan tashqari anginalarining razmeri ham juda katta bo'lsa, uni faqat razmer jihatidan qisqartirib qo'yiladi, funksiyasi o'sha qo'ladi. Agar farzandingizni nafas olishda muammolari bo'ladigan bo'lsa, shikoyatlarni kommentariyada yozib keting yoki murojaat qiling. Ma'lumotlarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga ham albatta yuborib qo'ying.